Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da sıdığa yürüzü başıngı tonda sözdeyimiz. Bugünkü İslaq işkimeğiniz 25. yıl 9. ayının 2. günü vatandaş yaptığı Seyşembe. Biz Süngülleten Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Tianji yığını, yıllık yığını, şundakla Tianjin ahbarat yani. Tianjin hitapnamesi doğrusu toxtaldık. Ben tünügün dedim, Tianjin hitapnamesi da bölgünçilerge karıştırımız, 3 xil küşlerge karıştırımız. Deydiğen şuar yok, hitapnamının içinde dedim vatandaş. Şu Katar'da Xi Jinping reis yüzü bu yığınğı riyasetçilik kılıp dokulat belgende şundak bir cümleni işiltipti. O cümlede biz Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na a'za devletler birlikte bölgünçilerge karıştırdık. Birlikte teröristlerge karıştırdık. Birlikte radikal İslam'a karıştırdık diyen cümleni işiltipti. Biz başta etip geldik. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı atalmış. Bu teşkilatın kılıdığan işi nime desin biz Uygur'un demokratik uyg'unishga qarshi Uygur'un demokratik shaxsiyatchiligiga qarshi Uygur'un millatchilariga qarshi shuning uchun qurilgan dedi vatandaş. Bu qatim bu yig'inga qanchalik davlat qatnashdi uni sonini bilamiz, lekin 26 davlat ata Jungoda bayram qilib degandek, tantana qilib degandek, Ulug'okean urushi g'alabasining 80 yilligini tabriklaydi. Tunugün deganimizdek bu g'alaba hisoblansa Jungo uchun Arlıq sözlüdük ki, bu g'alaba Tayvandagi Kuomintang siyosiy partiyasiga esa vatandoshim. Jungo Kompartiyasi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Masalan, sizlar Janxon Shukoning kayni berayotgan video filmlarga qarab beqinglarchi vatandoshim. Ayni chog'da Mavzudan hatta chaqiriq chiqarib Yaponiya bilan urushmaymiz. Biz o'zimizning kuchini saqlab qolamiz degan so'zlarni qilgan ekan gazet matbuot yuzida. Bu Jungo'ga qarashmaydi. Jungo'ga 26 davlatni elib keldi. Bo'ldi, dabdaba qilib oldi. Xalqaro dabdaba. Biroq xalqaro jamiyat bu nima 80 yillik parad to'g'risida hech qanday yaxshi ta'sirga ega emas vatandosh. Ortiqcha bir ishlab qaradimi, yakuni e'tirofmi qilmadi hatta xalqaro jamiyat. Uning ustiga hozir g'arb matbuotlarida paydo bo'lgan so'z-so'zlarga bugunki to'g'ri bitik yoki YouTube qarasak nima debdi desangiz bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı. Bizga qandaq tashkilot deb savol qo'yibdi vatandosh. Bu to'lama bichorlik bu. Bu to'lama bichorlik. Dunyoda bir chivin qayerga uchadi, shuni bilib turadigan, shuni tushunib turadigan dunyo matbuotlari, ya'ni erkin davlat matbuotlari hozirgacha bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı degan nima bilmaymiz desa, bu ajoyib bir gapda vatandosh. Menen deganim Reis Xi Jinping nutq so'zlaganda, echilish nutqi so'zlaganda terroristlarga birlikda qarshi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, bölgünçilarga birlikda qarshi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı. Shuni degan ekan, lekin bu ibora, bu so'z Tianjin xitobnomasiga kirgizilmabdi vatandosh. Anda ba'zi tor betlarda video film ishlaganda Prezident Vladimir Putin bu qatam Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yig'inda mag'lub bo'ldi deydi. Shu qatorda agar kirish so'zi doklad qismida Xi Jinping terrorist, bölgünçü degan gaplarni eg'izga ilib, shu so'zlarni Şanghay axborotining yoki Tianjin xitobnomasining ichiga kirgizilmagan bo'lsa, buningda Xi Jinping bu mag'lubiyatga ega vatandosh. Fakat Rusya Prezidenti Vladimir Putin Jungo'da 4 gün ziyaretli oldu. Onun ziyareti tuyuqsuz bir neticeге erişti vatandaş. Ben dedim bu devletler siyasi cihette harbiy ittifaq qo'yuyor ve yoki siyasi ittifaq qo'yuyor degandek yoki ittifoqdoshlik munosabat degandek bu ishlarni qo'llanib Amerika qarshi tura oladigan qoida yo'q. Hozir Vladimir Putinning g'alabasi deganda, Xi Jinpingning g'alabasi deganda bular iqtisodiy jihatda
tüzgen toxtam. Lekin bu toxtam naytı nazik toxtam edi vatandaş. Bu ketim imzalandı degende Rusya Federatsiyasi Jungoga nima to'g'rida ehtiyojli bo'lib qoldi? Jungo Rusya Federatsiyasiga yana nima to'g'rida ehtiyojli bo'lib qoldi vatandaş? Gapning mag'zimi yadi. Nayt uzundan beri Rusya'nın Gazprom şirketi yoki Rusya tabiiy gazini Jungoga satmoqchi bo'lganda Jungo kayniga so'rab bugungacha yetib keldi. Kayniga so'rashning siyosiy maqsadining nima ekanligi siz bizga ayon emas. Biroq o'ttirib qo'ygan sababi nima desa, Rusya'nın tabiiy gazi bahosi ustun. Bunda üstün bahoda biz tabiiy gaz elib Jungoga elib kirolmaymiz degan nuqta o'tirib qolgan edi vatandaş. Onun ustiga ondan Mongoliya orqali Mongoliyada ötüp Jungoga kirdigan, Rossiyada ötüp Mongoliya orqali Jungoga kirdigan Trobbi yo'li yasash to'g'risidami Mongoliya hozirgacha qarshilik ko'rsatib keldi. Endi qaraganda hozir Mongoliya bo'shab ketgandek turdi. Shuni bu qatim Beijingda Mongoliya davlat rahbari va prezident Vladimir Putin va rais Xi Jinping uchun qator turib, iqtisodiy jihatda g'alaba qilganligini bir tantana qildi. Demakchi, endi bu qatim Mongoliya orqali o'tadigan Gazprom trubasi yasaladigan bo'ldi. Yani hozir ikki yo'l bilan bundan burunmi, yana boshqa bir yo'l bilan Rossiyaning tabiiy gazi Jungoga kirib turadi. Bu qatim ana qo'shildi endi Mongoliya tabiiy Gazprom 2 Sibiriya 2-nomerlik Trubbi yo'li yasaladigan bo'ldi. Birinchisi Sibiriya nima yo'li? O şu yolundan kirib turadi. Hozir ikki yo'l bilan Rossiyaning tabiiy gazi Jungoga kirdigan bo'ldi. Jungo setib oladigan bo'ldi. Jungo savol qo'yinglarsa shuncha zamondan beri bunun bahası üstün deb keldin. Trubbi yo'lini yasashga ma'qul demedin. Mablag' salmid. Nemishqa bu qatim tuyuqsizda ma'qul deding. Başta aytgandek Rossiyaning Jungoga ehtiyoji nima? Jungoning Rossiyaga ehtiyoji nima? Vaziyatning nozik bir tarafi bor. Uni hozir sizlarga bir nima deyolmaymiz. Bizning tasavvurimizdagi narsa vatandaş o'tirg'i chiqqanda deymiz, shu vaqt kelmagan bekni gapni qilishning o'zi ortiqcha ish bo'ladi vatandoshim. Shunga bu ishga davlatning ehtiyoji nima bo'lib qoldi degan gap. Sadi bu arada qandaq bo'shash, qandaq yo'l qo'yish o'tirg'i chiqdi degan gap vatandosh. Hozir hisobda Vladimir Putin g'alaba qildi, Jungoga g'alaba qildi. Nimada? Gazprom masalasida. Tashqi Mongoliya bilan yo'l yasab turib yotqizib Jungoga tabiiy gaz oqqo'zish masalasida. Bu bir tunki Shanxay yoki Tianjin axborotidan keyingi andan tunugi atigellik o'tkazilgan 3-kun o'tkazilgan harbiy paradning oralig'ida Rossiya bilan Jungoning g'alabasi deb qarasangiz bo'ldi. Endi bu g'alaba keyin dunyoga qanday ta'sir ko'rsatdi? Dünya bu g'alabaga iqtisodiy hamkorlikqa qanday inkas qaytardi? Masalan, Rossiyaning ham neftini setib olganligi uchun Hindistonga 50% tamojna beji qo'yildi. Hozirgacha Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida tamojna beji suhbati ketyapti, oxirlashmadi. Kelishim imzolanmadi. 3 oylik muhlat berildi. Bu 3 oylik muhlat 11 ayning 3-4 kunlari oxirlashadi. Shu vaqtda Jungoga Amerika Qo'shma Shtatlar yana qanday pozitsiya qo'llanadi? Vaqt kelganda ko'ramiz vatandoshlar. Endi sizlar hozir qisqa xabarlarni anglab qo'yinglar. Amerika, Yevropa qo'l tutishib Jungoga Hindistonga zarba berdi. Prezident Vladimir Putin shum xabar elib kelib Xi Jinping bilan ko'rishdi. Demak, shum xabar elib kelib hozir Xi Jinpingning vataniga kelmay turib, Jungoga kelmay turib, boshunda xabar elib keldi. Bu xabarning nima ekanligi to'g'risida anglayanmadan hozir keldi vatandosh. 9-ayning 2-kuni yo'tab. Lodi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri 2 darajalik embargo mushu hafta boshlandi.
İkinci derecelik embargo muş hafta başlandı degende bu devlet oturusiki bevosita tamoyna beje. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining Hindiston bilan tamoyna beji bevosita, Rossiya bilan tamoyna beji bevosita, Jungo bilan tamoyna beji bevosita munosabatlar, bevosita kelishimlar orqali hal bo'lgan masala. Yani ikkinchi darajalik tamoyna beji deganda üçüncü devlet, mesela ya Rusya'ya münasebetli üçüncü devlet, ya Cungo'ya münasebetli üçüncü devlet olan tamojli beji kilişi masıl kıyğanda, mesela tamojli beji koyuş ya ki, ikinci derece tamojli beji koyuş, bu devletke koyulsa, bu devletki birliğen bu sahadaki zerbe, emniyeti birinci devletki birliğen zerbe bulup hesaplandı vatandaş. İkinci derecelik embargo müşahapta başlandı. Tamojna becemezken o embargo müşahapta başlandı. Rusya planı ilgirleşki erişti. Herkemiş o tamojna beciye adıma. Embargo meselesinde Rusya planı galbi erişti, ilgirleşki erişti. Xi Jinping Rusya'ya vize talep kılıştı bekar kıldı. Alıq kelişimden başka Xi Jinping bu kıtım Rusya grajdanlarının Jungo saylı sayahat kılışına vize talep kılışını bekar kıldı, emelden kaldırdı. Fransiya bütün memleketke doktorxanalarga buyruk berip, keler jili 3. aydan burun İttifaqdaş armiyanın hospitali buluş, yani arq tibbi davalaş bazısı buluşqa tayyorlik qilish ko'rsatmadi. Fransiya bütün doktorxona hospital idoraları bəgən tilpinida kelar yili 3. aydan burun tayyorlik qilsan, hospital bulusan, harbiy baza emas, tibbi davalash bazısı bulusan dedi. Lodi agentlik 9. ayının 2. günü YouTube vatandaş. Yani bir haber. Vladimir Putin TXP yığını yığını içip oturdu. İki türlük yaman haber yetip geldi. Mavzu, mezmunu İngilizce. Bunun mavzusu Xitayca iken, bu yaman haber yetip geldiği dilgeninde yazması İngilizce iken, ben bunu bir taraf kılamadım vatandaş. Ki baş mavzu, Xitayca mavzu bu için sizlerge tapşırıvadım. Realista orbite, yani 9. ayının 2. günü YouTube. Yani bir Jungo Şanghay yukarı derecelikler yığılı perdesi açıldı. Xi Jinping bile Vladimir Putin möörünü getirip sepki turdu. Taşqır dünyada matbuatla Şanghay Hamkarlıq Teşkilatı deb anlamagan idik. Bu qandaq teşkilat deb yazdı. Set Global Torbeti 9. ayın 2. günü YouTube vatandaş. Şanghay Hamkarlıq Teşkilatı'nın yukarı derecelikler yığını ecellik parçalanışıqı duş geldi. Mana bu gep ya da hem Xi Jinping'in mağlubiyeti hem Vladimir Putin'in mağlubiyeti iken bu Vladimir Putin Xi Jinping'in sepseterlerini elip taşıldı. Xinhua ile sohbetleşti dedik ko. Mesela Xi Jinping ile sözleştim burun Xinhua'nın ziyaretini kabul kılıp Prezident Vladimir Putin Jungo Gomindan hükümetine seçpegen kural yarak, yasapgen yol tümür yol degenlerinin hemmi sanap çıktı o. Lakin Prezident Vladimir Putin bir meselini tapşırmadı vatandaş. Uyguristan'da qanda seçpedi Gomindan Xitay hükümetine. Uyguristan'da qanda seçpedi Gungchendan Xitay hükümetine. Moşumu Vladimir Putin'in yaxşılığı biliş gerek de vatandaş. Biyadisiler şuna sual koyunlar ki Rusya nemi için seçpirdi degeniz Rusya Cihangir devlet şu çağda Stalin devri vatandaş. Cihangir devlet inkılapta Uygur özü kozgıgan bolsumu, özü kötürüp çıkan bolsumu. Lekin bundaq paytda chegara alqib bu rayonga bu ülke Uyg'uriston kirib kelayotgan chet el agentlari, yani jasuslari, KGB'dek jasuslar asta kelib bu inqilobning rahbarlik huquqini tortib olish, inqilobning targ'ibot tashviqot huquqini tortib olish, hatto inqilobning armiya xillarining huquqini tortib olish, ichki ishlarning huquqini tortib olish, soqchi idorasining huquqini tortib olish, butun KGB Uyg'urning shu vaqtgi demokratik inqilobini asos jihatdan
KGB kontrol kılıp aldı vatandaş. Şuna Uyguristan'ı Stalin setip iteleydi. Şuna Stalin Uyguristan'ı kaytırıp alalaydı. Şu vakt şunu aytkanda. Endi bugün Tünigilletin Şinhuaşe'nin muhbirinin ziyaretini kabul kılganda Prezident Vladimir Putin şunca yaşları sözlep Uygurustan degen bir ayında biz Xitay hükümetiga iki qatim setip berdik degen sözünü aytmadi. Bu bir yaxşılığı bo'lish kerak edi. Yani Vladimir Putinçe, Rossiyaça, Sovet İttifaqıça Jungoga yaxşılık kılgan bir yaxşılık bo'lishi kerak edi vatandaş. Şu qatada bu milletning daisi, bu inqilabning daisi, Uyg'urning daisi Ahmadjon Qosimi'ni Rossiya Jungo birlashib o'ltirdik degan bo'lsa-mu, bu ham hozir xalqarada qaltis qo'lqul qo'zg'aydigan. Rossiyaliklar yana Sovet ittifoqiliklar Jungo Kompartiyasiga ham Jungo Gomindanga yordam bergan bo'lib hisoblanadi. Biroq Prezident Vladimir Putin bu Kreml saroyining podshohi herkes bu geplerini eğiz amma yol yasap berdik, aeroplan setip berdik, pul qarz berdik, Şinjan arkalı kuralarak yollap berdik. Amandak yaxşılıkları sözüldü. Ya vatandaş, muşketem. Endi şu arkalı Gomindan yardım berdik degini, Gomindan Yapon karşı uruş kıldı degini. Yapon karşı uruş kıldı, Gomindan yardım berdik degini, Xi Jinping'in hikayelerini, sepseterlerini inkar kılgını vatandaş. Qaysi doğruda Yapon karşı uruş doğrusu da. Hindistan veziri Modi, Jungo Kompartiyasiga zarba berib, harbiy paradga qatnashmay, Yaponiyaga berib, yuqori sur'atli temir yo'l to'g'risida suhbatlashdi. Bu qatim Modi'mi taklif qilingan edi. Dastlabda shu onda degan vaqtda endi o Shanxay hamkorlik tashkiloti keldi, qatnashdi deyli. Modi bu qatim bu atiylik o'tkaziladigan harbiy paradga qatnashmayla Yaponiyaga qaytdi. Yaponiyada o'zining tez yuqori sur'atli temir yo'l savdosi suhbati bilan shug'ullanadi. Prezident Vladimir Putin tarixchi Gomindan hukumati bilan Sovet ittifoqining hamkorligini madhiyaladi. Demak, Kompartiyani inkar qildi. Yaponiya masalasi Kompartiyani inkar qildi. Umid sadasi 9-oyning 2-kuni yo'tapatanda. Yana xabar Prezident Donald Trump 3 gün jim turdi. Kozor xarakterlik zarba beremdi. 9-oyning 2-kuni. 9-oyning 3-kuni kechiringlar. Harpisida, yani harbiy parad harpisida sirliq muxbirlarni kutib elish yig'ini. Tutiao Keyjan. Bu Tutiao Keyjan degan torbeti asli Jungo Kompartiyasini yaqinlaydigan torbeti edi. Bu yerda sirliq muxbirlarni kutib elish yig'ini Prezident Donald Trump o'tkazdi. Shundaqla Prezident Donald Trump 3 kun jim turdi. Endilikte kozor karakterlik zarb beremdi. Yoki shu parad harpisida bir zarba yoki bir harakat qo'llanamdi. Buni Tutiao Keyjan deydigan torbeti e'lon qildi vatandosh. Rossiya bombalandi, ot dengizga aylandi. Yana bir xabar vatandoshim. Vladimir Putin Tianjin shahrida Jungodan yordam talab qildi. Harbiy parad başlanmay turib, Rossiyaning orqa tarafi ot dengiziga aylandi. Yani harbiy parad, Jungodagi harbiy parad başlanmay turib, Rossiyaning orqa sepi ot dengiziga aylandi. Oldingi sapdan yomon xabarlar kelishga boshladi. Urush maydonida Rossiyaga yomon xabarlar kelishga boshladi. Reallikda kuzatish xonasi torbeti 9-oyning 2-kuni yo'tab vatandosh. Shanxay hamkorlik tashkiloti Tianjin xitobnomasi maxfiyatiga oshkorladi. Vladimir Putin bu qatim o'ng'izsizlik qo'shildi. Ama Xi Jinping o'ng'izsizlik qo'shildi. Tianjin xitobnomasida terroristlarga qarshi turmiz, bölgünçilərə qarşı turmiz, radikalistlərə qarşı turmiz degan bevosita qaratmalığı Uyg'urlarga qartilgan bu söz ibora xitobnomada ishlatilmadi, qabul qilinmadi. İkincisi endi bu yerda Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'ng'izsizlik uchirdi deganda nimani ko'zda tutdi?
Bunu anlayamaya kaldım vatandaş. Mavzunu görseniz bu. Yana bir haber. Cungo Buran çapkını arıpsıda. Beijing 9. ayının 3. günü harbiy parat zor külemde. Harbiy parat zor külemde. Topulan, kozgulan yaka namayiş kelip çıkıdı. Jinshin, Jishin to'g'ri, Jinshin emas, Jishin. Bilish torbiti. Video film Night aktif ishlaydigan torbiti ekan bu. Yangidan paydo bo'ldi vatandosh. Jishin torbiti 9. ayning 2. kuni YouTube. Demakchi, hozir qo'zg'olon arpsida, to'polon arpsida, hatto 4-yo'l voqeasida, iyon voqeasida vaqa o'tirg'i chiqishi mumkin degan mushularni hammasi yezib kelib 9. ayının 3. günü endi bugün ketdi. Bugün bir yerden qo'zg'olon ya bir narsa xabar kelmedi, biroq bu mavzu shundoq yezibdi vatandosh. Endi bu yerda boshda aytgandek, Jungo Rossiya katta kelishim imzoladi. Vladimir Putin jon qutqizish paxaliga erishdi. Ya'ni iqtisodiy yordam erishdi degan gapda. Mavzular xabar 9. ayning 1. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Bilimborg agentligi 9. ayning 2. kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Rossiya tabiiy gaz shirkati Gazprom ijroiya raisi Alksey Miller mundoq dedi. Bu shirkat qonuniy kuchga ega kelishim imzoladi. Kelgusida Mongoliya orqali Jungoga borilgan Sibiriya 2. tabiiy gaz trubasini yotqizadi. Rossiya navbatda yana boshqa Sibiriya kuchi truba yo'li orqali Jungoga tabiiy gaz eqitayotgan edi. Demak, urush pul, dollar degan gap, urush iqtisod degan gap, urush texnika degan gap. Rossiya degan mush masalada agar chiqinma ziyonga uchirdi, 4 yildan beri vatandosh. Endi uning iqtisod pul kerak. Shuning uchun Hindiston 50% tamojna beji bilan jazolandi. Endi Jungo Kompartiyasi Gazprom yo'l trubasi selib, Rossiyaning tabiiy gazini elib, qo'shimcha Rossiyaning xom kimyoviy neftini elib, ya'ni Rossiyaga mush yo'l orqali iqtisodiy yordam beradigan bo'lsa, endi Jungoning importga jihatda taqdiri qanday qildi? Endi Jungoning tamojna bejisiz taqdiri qanday bo'ladi? Endi buni Prezidentimiz Donald Trump hukumatining kelgusida bu masala bo'yicha Jungoga qanday muomala qiladiganligini ko'rishimiz bilan isbotlanadi vatandosh.